shirinligingni qara. Nega boshim og'ritar bu bola voy yurishidan erkatoy lekin o'zi qora voy. Yana boshing og'ritaman sen o'roy, dema mani qora voy, вообще tama крутой, toy. Unda menga kim g'olib beradi? Kim rasxodimga yopadi? Kim ko'taradi kaprizim? Kim ekan sevganingiz? Voy qora voy. Hey qora voy. Hey qora voy. Hey qora voy. O'tay. Uzib tashlab undan ko'ra. Biroq hayajonlanib ketyapman. Nimadan hayajonlanyapsiz, mendanmi? Siz ikkinchi o'rindasiz. Akam birinchi o'rinda. Yaqinda to'yimiz bo'ladi-yu. To'ylarga kimlar yetasizlar? To'ylarga? Ona tilidan ikkinchi bilganmisiz? To'yimizga bo'ladi. To'yimizga. Birlikda ko'plik etishingiz kerak. Hop. Bilasiz, menga nima qiziq? Nima? Kuyov bola qanaqa rang kostyum kiyar ekan, a? Kiyar ekan? Qarang, kiyaman bo'ladi. Siz birinchi shaxsmisiz? Siz kiyaman deysiz. Kiyar ekan bu uchinchi shaxsga nisbatan aytiladi. Hop. Aynan shu uchinchi shaxsga nisbatan gapirmoqchiman. Samir kim? Nima dedi sizga? Menga hech narsa degan yo'q. Men u bola bilan gaplashganim ham yo'q. Lekin bir marta uni ko'rdim. Başına yalnız kala. Hozir menga telefon qo'qlab. Menga u aytgani yo'q. Kim aytdi uni sizga? Eng yaqin dugonangiz Dilim. Dilim? Dugonam? O'zuru, lekin mening yaqin dugonam Dilim bo'lmagan. Meni bitta yaqin o'rtog'im bo'lgan. Bu ham onam. Lekin hozir yo'q. Nima bo'lgan o'zi? Bu muhim emas. Nima dedi sizga? Yetib olardi. Siz bilan uni unutish uchun munosabatda bo'ldi. Hozir ular yarashdi. Juda ham baxtli. Yaqinda to'yi ham bo'ladi. Sen hech qachon meni sevmaganingni, yaqinda to'ylar bo'layotgani haqida gapirdi. Meni hayotim serialmi? Men jim yasholmasam kerak bu hayotda. Shu inson gaplari haqiqat bo'lib, seni dugonang bo'lib chiqsa, ishon, shu sekunddan boshlab men sendan kechaman. Agar o'sha inson bilan yuzlashtirganingizda u meni tanimasa, men Samandar bilan Ha. To'ylar bo'ladi. To'g'rimi? men unaqa demoqchi emasdim. O, qizalo. Bir gap aytaymi senga? Bilasanmi? Meni hech qachon xotiram yo'qolmagan. Arzimas kimsan. Yuraklarda qolib ketdi seni aytgan yolg'oning. Xayollarim tinch qo'ysaydi bergan azob girdobing. Baxtim uchun eng qisqa yo'l deyasiz. Alo? Aha. Gap yo'q. Hozir boraman. Yaxshimisan? Seni ko'radigan kun ham bor ekan, voy. Yurchi qani? Qani o'tirchi. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Aka, bizga qara orasiz. Yaxshimisan? Bormisan? Yaxshiman. Sen o'rtoq bo'lsagansan. Nimaga unaqa deysan? Esingdami o'tgan safar? O'rtoq, menga o'xshaysan, men uchun bitta joyda turib bergin deding, turib berdi. Esingdami? Senga popugay. Esingdami? O'sha kundan beri ko'rinmaysan. Ozgina muammolar chiqib qoldi. Muammo? Qanaqa muammo? Sal moshinani turtib ketib, больницаga tushib qoldim.
Ko'rgani ham bormaysan. Yo'q, aytsang bilamanmi? Hozir yaxshimisan ish qilib? Uni buni qo'y. Nima chaqirding meni? Bu aytgancha esimda yo'q. Senga yangiligim bor. Hop. Eshit unda. To'xtagindasan. Menmi? Uka, yaxshimisan? Rahmat. Meni tanidingmi? Ha, Ha, aytgancha, xotiring joyida emasmi? Men Sinurning akasi bo'laman. Bunda yurgandan ko'ra soching jo'nat. Biz rozimiz. xo'p. Bular kim odamga o'xshab gaplashsa, kaltak yemassan. Yosh bola bo'lib qopti. Menga yoqdi. Ha. Menimcha Oybekka o'xshatdi-da meni. Hali Oybek bilan gaplashaman. Kuyov bola qulluq bo'lsin. Orqasidan qancha yurding? Men bir deganda hal qilib qo'ydimmi? Do'st shunaqa bo'ladi. Tabriklayman. Tabriklashga shoshma. Menda boshqa reja bor. Reja? لبندین به من رفتنی هم زود بگیرم فاصله میتونم حرفاتون رو بشنوم یه گوش در گوش دیگم دروازشه لبندین به من Xo'p. Yo'l bo'lsin. Nima qilyapsiz bu yerda? Tanimaysanmi meni? Taniyotganim uchun so'rayapman. Nimaga telefonlarimni ko'tarmaysan? Nimaga ko'tarishim kerak? Kim? Shuncha yillik sevgimizni bir kunda yo'q qilmoqchimisan? Menmi? Menmi siz yo'q qilgan shuncha yillik sevgini. Men erkak kishi bo'lib, sendan uzrimni so'raganman. Qarang, katta ish qilib qo'yibsiz-da. Uzr so'raganingizdan keyin nima bo'lishi kerak edi? Qaytadan ko'nglim isib qolishi kerak edi. Boring. Gaplashib olishimiz kerak. Hop, kechroq telefon qiling, hop gaplashib olamiz. Men keldim. Kelar zerdingmi? O'tiring. Ha? Mushuk o'lib qolgan qizlarga o'xshaysiz. Mushugim o'lmasin. Nima bo'ldi? Boshim og'riyapti, erta ko'rishamiz. Xo'p, do'ramanda hozir to'g'rimi? Qani yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rasizmi meni? Sanchi. Nima savolimga savol bilan javob berasiz? Ey, Menga tegasan. hazırlashdingizmi? O'tir. Tegmayman. Senur. Bilasanmi, sen bilan biz o'rtamizda nima bor? G'urur. G'ururli qiz bilan g'ururli bola hech qachon baxtli oila bo'lib sevishib keta olmaydi. Nimaga? G'ururli qiz hech qachon bir martada rozi bo'lmaydi. G'ururli erkak ikkinchi marta so'ramaydi, ha? Boring. To'xtaginda. Senur, Nima? Oybek? Oybek, yaxshimisiz? Nimadir tushib qoldimi? xotirasi bor ko'chalarda yurganingda qadamlaring ham sekinlashib qolar ekan. O'rtog'imga telefon qilishim kerak edi. Telefon qilsammi? Boshqa bahona yo'qmi tanishiga? Nimadir esladingizmi hozir? Telefoningizdan telefon qilsam bo'ladimi? Xo'p, lekin ne siz bolos, ne? Lekin u inson bermagan. Kim? Bilmasam. Yana kulyapsiz men ustimda. Mazza qilasiz men ustimdan kulsangiz, bu cholli miyasimi deyman-a? Unaqa qilib, sirazi katta bo'lib qolish mumkin. Menga ham o'rgating. Otasi bu dunyoni erta tark etgan insonlar juda ham tez ulg'ayib qolar ekan. Sen qatdan ham bilarding. Ota-onang davrida baxtli yuribsan. Onasidan voqea ajralganlar esa har doim yosh bola bo'lib qoladi. Ben zaten hep tek başımaydım. Yalnızlık diminde sen güller açardın. Salom. Bu joy boshmi? Uzoqdan sizni ko'rib qoldim. Juda ham kelishgan bola ekansiz. Yoningizdan jim o'tib ketishga to'g'risi uyaldim. Ismi?
Dilim. Birinchi kun g'alati. 23 yoshman. Balkim yaqinroqdan tanisharmiz, a? Bilasizmi, agar biza tanishsangiz, siz ham kelishgan bo'lasiz, mana o'zingiz bildingiz-ku, shunaqa chiroyli hayotimiz bo'ladi. Keling, yaqinroqdan tanishaylik, nimaga gapirmayapsiz? Gapingiz tugadimi? Ha, tugadi. Endi sizni eshitaman. Men tanisha olmayman. Sog' bo'ling. Voy. Sinur haqida gapirsamchi? Ne de zor gelir anlatmak. Tüm bunlara Menimcha gapimiz endi qiziqroq bo'ladi. Xo'sh. Bilsiz, men Sinurning eng yaqin dugonasiman. Lekin Sinur haqida bilishingiz kerak bo'lgan ba'zi bir achchiq haqiqatlar bor. Sinurni bir paytlar yigiti bo'lardi. Ular orada urushib qolishdi. Siz bilan uni unutish uchun munosabatda bo'ldi. Lekin hozir ular yarashdi. Hozir juda ham baxtli. Yaqinda to'yi ham bo'ladi. Balkim birga borarmiz, a? To'yga. Ha, mayli. Ko'nglingizni cho'ktirmang. Xafa bo'lmang. Hammasi o'tkinchi. Lekinchi sizgachi shunaqa sochlari sariq, yolg'ondan munosabatda bo'lmaydigan, hamma gapni shartta yuzga aytadigan chiroyli qiz kerak. Kim ekan u qiz? Bilmayman. Kofe uchun rahmat. Yana gaplashamiz. Nima qilamiz? Qoching ko'rib qolsa-chi. Bo'ldi, ish bitdimi? Menimcha ishondi. Yoqtirib ham qoldi shekilli. Pulimni bering, tezroq ketishim kerak. Vaqtim yo'q, tezroq bo'ling. ben zaten hep tek başımaydım. Yalnızlık diminde sen güller açardın. Mayli, yaxshi yetib oling. Men uyga ketdim. Siz ham uyga keting. O'zingiz sizdami? Har doim meni mashqacha kuzatib qo'yib, siz uyga ketardingiz. Nimagadir bu joylar menga notanishdek. Gullar uchun sizga katta rahmat. Lukizga вообще gap bo'lishi mumkin emas. To'xta. Aki. Nimaga men doim o'tmishim haqida gapirsam, gapim bo'laverasan? Chunki o'tmish sizni qiynaydi. Men sizni qiynalishingizni xohlamayman. Men sizni ko'rishingizman. Balki men xohlarman. Xohlamaysiz. Menga ishoning. Бегом домой. Aka, hozir emas. Не умничай. Men seni yaxshigina ogohlantirgandim, a? To'g'ri. Sen meni eslamassan. Lekin men seni juda ham yaxshi eslayman. Qiziq. Kimmanman? Ты знаешь кто? Ты тот человек, который не должен находиться рядом с моей сестренкой. Aka, kerak emas dedim hozir. Men seni akangman. Qara seni qanaqa ahvolga solganman. Nima ahvolga solgan bo'lsa ham o'zim aybdorman. Meni ozroq eslagan bo'lsang, ket. Endi gap bilan ogohlantirib o'tirmayman. Eslasam yana ham qiziq bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham siz meni hech qachon tark etmaysiz, to'g'rimi? Men hech qachon unutmayman. Hammasi yaxshi bo'ladi, hech narsani eslamasangiz ham. Balki men unutmagandirman. Tushunmadim. Qizalo. Ba'zi bir o'yinlar narxi senlarga qimmatga tushishi mumkin. Eslab ko'ngil seni yodingla qoldi. Sevgimiz xatosimi bu? Orzularim birma bir yondi.
Eslab turarmikan mani u Eslab ko'ngil seni yodingla qoldi Sevgimiz xatosimi bu Orzularim birma bir yonda Eslab turarmikan mani u 하니 앉아 어떤 공상들이 할까 나는 동물구나 나는 동물구나 Kiyimlaringiz yarashibdi. Bilaman. Hamma qarashibdi. Bilaman. Такой stil qilashibdi. Ha? Ani uchalasini sindiribsiz deyman, toy, 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 deyman, toy, 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 toy. Hey, toy bola, menga qaraysiz. Nega siz buncha emasansiz? Kiyingiz mendan kiyinasizmi? Siz, a? Ha. Teraman raqaming negadir band Kulaman lekin yuragimda dard Olaman ishonchimga yana pand Bu manga nima munosabat Sanga gap yo'q deymanu ammo San sabab mani boshimda muammo San asabimga deymagin hommi San bo'lmas sen boshqasi bor Ne keldingiz? Jahlingiz chiqyaptimi? Balki rashkam botgandirsiz, a? To'g'risini ayting. Afsuslanmasa. Endi yo'q. Sen bilan yaqindan tanishib oldik. O'zing boshlagan o'yinda o'zing yutqizding kichkintoy. Ukam, aytdim-u bunaqa qizlar sinovdan o'ta olmaydi deb. Bo'ldi, esingdan chiqar u qizni. Sanlarni qo'lingda o'yinchoq bo'ldimmi? Ha? Odammisan sen, ha? Borga sari bildim seni, balki hatto mendalik aybladim seni. Borga sari bildim seni, balki hatto sendalik aybladim meni. Bo'ldi xato bu men uchun bir dars Ishontirma yolg'onlaringga bas Urinma oqlama o'zingni aldama ketgani tuyg'ularga dars Ne endi meni eshitmayapsiz? Aslida men